أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgen dersimiz olsa el-bidaya el-hidayah minel kifaya fi usuluddin namlık muşu akide kitabımızın el-kavlu fil imameti ve tevabi'iha, yani imametçilik ve imametçilikki tava işler hakkında aytilgan söz degan yer keldi. Musannif rahimahullah deydi ki qala ahlul haqqi, ahlul haqq mundaq dedi deydi. Ahlul haqq degan gap yani asosan bu yerda ko'z tutilgani ahli sünnet vel cemaat. Bulup mu ahli sünnet vel cemaat degandan kim ko'z tutildi? Maturidiye ve Eş'ariye ve Hanbeliye mezhebindeki mü'tezilileri közde tutulgan ahl-i hadisler. Onun başkaları emas. Ahlul hak mundaq dedi. La budda lin-nasi min imamin yaqumu bi masalihihim. İnsanlarga ularning menfaatleri bilen turadigan bir imam bo'lishi lazım. Yani mümin müzbiyadaki insanlardan kim murad? Mümin Müslümanlar murad. Yani mümin Müslümanların umumi yüzlük menfaatlerini orundaydigan. Ulaniki mümin Müslümanlar qandaq iş menfaatli bolsa, şunu qilib beradigan, qandaq iş ziyonlik bolsa, şunu tusup şunun oldini oladigan, bütün mümin Müslümanlarni birlikka keltiradigan kuchlik bir xalifa bo'lish lozim. Belki imam degandan nima murad? Xalifa. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki halifesi bu fakat bir tane bulunur. Her bir devletke, her bir iklimı bilinemez. Fakat bütün dünya Müslümanların hemmisi ben Müslüman diyen kişi boysunadigan, itiraf kıladigan bir halife buluş gerek. Ve aleyhi icma'us sahabeti rıdvanullahi aleyhim ecma'in. Emdi Müslümanların hemmisi bir tane halife buluşunun intayin zürür ikenliki, vacip ikenliki, lazım ikenliki hakkında barlık sahabeler, Allah onlardan razı olsun, hemmisi birlik kelgen. El-icma degan intayin güçlü hüccet. Şunalma? Bazıda icma Kur'an'ın ayetlerini hem emelden kaldıralım. Şunalma? İcma şunçilik küçük delil ki hatta bir Kur'an'ın ayeti bunda olsa bütün sahabeler bu ayetki karma karşı birlik kelgen olsa derhal biz sahabelarınki kabul edilimiz. Nima uchun dama? Kur'an-ı Kerim yalgan degan emas. Lekin şu amelni, şu Kur'an-ı Kerim'deki ayetning ameldan qoldirilganligining alomati bu. Bo'lmasa sahabelar hammasi uni mumkin emas bilib kelmaydi. Tushundingizmi? Sahabelarning ijmosi intayin kuchli delil. Endi sahabelar Rasululloh tugab ketgandan keyin sahabelarning hammaning birlikka kelib Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasulullohni o'rnatiklab bütün hemmisi şu Abu Bakr Siddiq roziyallohu emriga kelgandiki icma bilen Müslümanların çuqum hemmisini işini birlikte turadigan menfaatlerini qilib beradigan zararlarini oldini oladigan bir imom bo'lishning intayin zarur ekanligi, vojib ekanligi alomati. Xo'sh, endi hozir masalan hozirgi ahvolimizni qaraydigan bo'lsak, hozir bunday musulmon bütün musulmonlarni birlikka keltiradigan odam bo'lmaganlik uchun hozir musulmonlarda ham bu yerda parcha biz podshoh deb qo'yib olgan ismini, birisi rais deb qo'yib olgan, birisi zonton deb qo'yib olgan, prezident deb. Ayna qo'yib hammasini jini yo'qlab qo'nchoq, o'yinchoq. Kafirlarning o'yinchoq aylanib qolgan. Nima uchun bilamsizlar? Buning sababi haqiqiy islomning ruhi bo'yicha berilmagan ish. Ya'ni bütün musulmonlar bir xalifaga nima qilish kerak asli qoida bo'yicha? Bir xalifaga bo'ysunish kerak. Undan keyin haqiqiy kuchli bo'ladi. Shunda tarixga nazar tashlaydigan bo'lsanglar, 4 xalifa davri, Xilofatul Rashida deb ataladi. Islom intayin gullangan. Undan keyin Ummaviylar davri, islom yana kengayib, yana gullangan. Abbasiylar davri, islom intayin yuqori pallaga chiqqan, gullanib. Ilm ma'rifat hamma jihatdan. Undan keyin Osmoniylar davri, qaraydigan bo'lsanglar, islomning doirasi kengayib, hatto Yevropadan Xitoyga tushib ketgan. Shunchalik kengaygan. Yevropaniki bu şu yerimini tartib elib olgan Osmoniylar davri hammasi islom bo'lib ketgan.
Hammasi bir xalifaga bo'ysungan, hammasi bir xalifaga. Endi kafirlar hammasi birleşip ahirda qanday qilganligini bilib chiqdi. Bular biz musulmonlarni yo'qotish uchun chuqur xalifani yo'qotsak bo'ldi ekan. Bularning birlikka yig'ib turadigan asosiy markazini yo'qotib tashlasak, bularni shu pajda qanday qilsak qila oladiganmiz deb, shuning uchun 100 yil, 200 yil, 300 yil boshqa turib, oxir maqsadiga yetib, musulmonlarni parchalab tashlagan. Shuningdek, mana hozir hammadan bir Turkistondan chiqarilib ketdi, birisi Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, bizni Xitoyda yeb ketdi, sizni Ruslar yeb ketdi masalan. Aytganlar hammamiz o'zimiz bor, ta'sirimiz yo'qolib qoldi. Tejimiz, shaklimiz bor, ta'sirimiz yo'q. Xuddi kiyim, kiyimga o'xshab qoldik. Lata. O'sha sabab hammasi ruh markaz yo'qolib ketgan. Musulmonlarning kuchi bo'lgan markaz. Shu Sultan Abdulhamid Xon yiqildi. Shu yiqilgandan keyin Xitoylar bizni elib tashladi, Ruslar sanab tashladi. Tushunarlimi? Sultan Abdulhamid yiqilgandan keyin, ya'ni imperatorlik yo'qoldi, islom xalifaligi yo'qoldi. Buni imperator deymiz buni, imperator emas. Islom xalifaligi, tushunarlimi? Xalifalik yo'qodimi? Hamma musulmonlar qochib ketdi. Biz adasiz cho'ng ziyon shu yerdan keldi. Nima deyapti hozir bu yerda? Ya'ni musulmonlarning hammasini ichini tizginlab turadigan cho'ng jihatdan bir xalifasi bo'lishi vojib, farz ayn. Buningdan muhim ish yo'q musulmonlarning. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot topdi. Vafot tepib payg'ambar alayhisolamni nima qilmay turib, sahobalar birinchi qilib nima qildi? Umar roziyallohu anhu bilan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu birib Bani Saida degan qabilaga birib ichida xalifa sayladi. Tushunarlimi? Birinchi bo'lib qo'yishmoq. Bu nima uchun unda qildi? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu shunday bir xalifalikni yaxshi ko'ramdi. Yo'q. Ya'ni islom uchun nimaning eng muhim bo'lganligini uni biladi. Islomni tushunib ketgan. Tushunarlimi? Bizning eng muhim ishimiz shu bo'lishi kerak ekan, lekin unutib ketgan odamlar. Odamlarning qalbidan bu gap chiqib ketgan. İslamның ruhi bo'lgan shu chiqib ketgan. Shu musulmonlar hammasi g'arib, hammasi mazlum. Hamma yerda musulmonlikni dardini bilak yo'q. Dad. O'zimizning hammasi. Shunga da'vat edimada va alayhi ijma'u sahabati radhiyallohu alayhim ajma'in. Thumma ikhtalafu. Andikin ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgandan keyin fi ta'yinil imam, ya'ni imom tayinlashda, imom saylashda ixtilof qilishdi. ثم اتفقوا على إمامة أبي بكر رضي الله عنه. Andikin bular Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning imomligiga birlikka kelishdi. Vala shunama ahvolat. Va endi bu hukm deb turadi bizga. Vala yajuzu nasbu imamayni fi zamanin wahidin indana. Bizning ko'z qarashimizda, ya'ni ahli sunnatning ko'z qarashi demakchi. Bir zamanda ikki xalifa tiklash, ikki xalifa saylash joiz bo'lmaydi. Xilafan li ba'di ravafid, ya'ni ba'zi ravafizlar, ya'ni ba'zi rafizlarga qarshi holda. Haythu qalu, ya'ni qanday qarshi holda? Xilaf rafizlarga biz qanday qarshi keldi bizning gapimiz. Bir zamanda ikki xalifa tiklash, saylash joiz bo'lmaydi degan gapimiz rafizlarga qanday qarshi keldi desa, haythu qalu, mundaq qarshi keldi. Buni mundaq dedi. Inna fi kulli asrin imamayn. Her zamanda ikki imam bo'ladi dedi. Ular her zamanda ikki imam bo'ladi. Biri imam samit, yani biri imam natiq. İmam samit degeni yani imam al-mastur al-g'ayb. Yani ko'zimiz ko'rmaydi, u g'ayb imam. Uni biz ko'rmaymiz. U maxfi, hammaning ko'zidan maxfi. Bular Shialar nima deydi o'sha imomni? İmam Muhammad ibn Hasan al-Askari, imam askari deydi. Anladın? Bu ularning ko'z qarashida 12-imam. Shianing ko'z qarashida 12-imam, ya'ni imom askari deb qo'yadi. Uni kenidan imom natiq degan desa, imom natiq degani ya'ni mujtahid olimlardan shuniki o'rnida turadigan imom deydi. Masalan, hozir Eronlik Shialar Xumayniy deydi. Dahi deydimi? Ashuni imom natiq demakchi. Imom g'oyib, imom muntazir deb qo'yadi. Imom muntazir, hammalar saqlab turgan imom. Mahdiyni, uni Mahdiy demakchi, lekin bizning Mahdiyimiz, uni Mahdiysi boshqa, tushunarmi? U ikkisi bir gap demaydi ular. Buni demakchi, uni imom askari demakchi. Anladın? Bu saqlab turdi deydi, bor, g'oyib deb. Lekin ahli sunnatning ko'z qarashida imom cho'qim zohir bo'lishi kerak. U Rasulullah'niki Bani Hashimga nima emas, xos emas u.
Bani Hashimdan bo'lishi shart emas. Qurayshdan bo'lsa bo'ldi. Arabning ichida Qurayshdan bo'lsa bo'ldi. Lekin Bani Hashimdan bo'lsa shart emas. U ko'zning g'oyib bo'lsa bo'lmaydi. U cho'q muzohir bo'lish kerak. Eng taqvo bo'lib ketish shart emas. Eng yaxshi bo'lib ketish shart emas. Eng olim bo'lib ketish shart emas. Nima bo'lsa bo'laveradi. Faqat siyosatga pishqon bo'lishi, ya'ni siyosatni yaxshi biladigan, uni keladi musulmonlarniki tuxumini, ya'ni chegaralarini qo'dab tura oladigan, kofirlarni qo'dab tura oladigan bir qobiliyatga ega bo'lish kerak. Shunday bo'lsa bo'ldi. Endi u qolgan shartlarni keyin gapiramiz bizga. وكذا الكرامية صححوا إمامة معاوية مع علي رضي الله عنه. Shuningdek, xuddi shu degandek karramilar Muaviya Xo'ja Muaviyaning imomligini Ali radhiyallohu anhuning imomligi bilan birga Xo'ja Muaviyaning imomligini to'g'ri dedi karramilar. Va zalika batil. Ya'ni shu batildir. Bir vaqtda ikki imom bo'lishi batil. Xato. Ularning ko'z qarashi ham xato. Nimishqa? Li'annahu yuaddi ila luzumi ta'ati shakhsayn. Bu bir zamanda qarshi hukmlarda ikki shaxsga itoat qilishning lozimligiga elib boradi deydi. Nimishqa batil desa, bir zamanda qarshi hukmlarda ikki shaxsga itoat qilishning lozimligiga elib boradi. Ya'ni ikki odamga bay'at qilsa, bir odam birisi paloniyaga fatih qilib boramiz deydi. Birisi shu o'tirimiz deydi. Imomning qavlini anglashmi vojib, fatih qilib berish. Yana birining gapini anglashmi vojib, fatih qilib olib shu o'tirish. Endi qanday qiladi uni? An-naqidan la yajtami'an va la yartafi'an. Ikki qarshi narsa bir vaqtda jami bo'lmaydi, bir vaqtda ikki ko'tarilib ketmaydi. Degan gap, ya'ni uni qilmay, buni qilmay, ya'ni jangga chiqsa, ma imomning gapiga qarshi chiqqan bo'ladi. Chiqmasa, maniki qarshi chiqqan bo'ladi. Jangga chiqmay, jangga chiqib, ikkisi qilmay jangga chiqmay, undan jangga chiqib degan ikkala ishni, jangga chiqish, jangga chiqmas degan ikkala ishni qilmay o'tirib olmaydi. Unda uchinchi ish yo'q. Yo chiqadigan gap, chiqmasa chiqmaydigan gap. Undan boshqa ish yo'q. Tushunammi? Demak, bu vojibni qilolmagan ish degan nima gap bordi? Vojibni qilolmagan ish degan tabiiyki ishkilik gap bordi. Ishkilik gap musulmonning tuxumi degan gap musulmonning cho'ng markaz birligi ishkiga bo'linib ketadi. Musulmonning markazi bilandimi? Musulmonning kuchi ojizlaydi. Allah Teala ve atasimu bihablillahi jami'an dedi. Ve la teferraku dedi. Şunalma? Allah'ın ağamcısı fakat birlikte. Yadullahi alel cema'a. Ma çoğum cihetten bu kadar şu an değil. Küçük bir cihetten bir devletin, bir çıktığının gibi mesela bütün dünya Müslümanların işi. Yer şarı, kevkebil ard. Yer şarının işi bu. Yer şarı Müslümanların işi. Şunun için bu çoğum cihetten oynaş gerek. Ve ennehu muhalun. O yani mümkün emas. Mümkün emas degan gap, yani bir vaqtda ikki qarshi hukmni qilish ijroqiz mumkin emas. Ve ilayhi ashara Abu Bakr. Mushu gapga Abu Bakr radhiyallohu anhu haythu qal. Abu Bakr radhiyallohu anhu Bani Sa'idniki kapsida, shu yerdagi shu Bani Sa'id qabilasiga bordi. Bir shu yerda ansarlar nima qildi? Qattiq mashavir kengash qilib, endi biz xalifalarga turayotgan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu kelgan, yaxshi gapsizlar. Bizden bir xalifa bo'lsin, sizlardan bir xalifa bo'lsin. Bizden bir xalifa, sizlardan bir xalifa bo'lsin dedi. Shuning bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Qurayshdan bir xalifa bo'lsin, Ansardan bir xalifa bo'lsin degandan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dediki, bir qilichqa bir g'ilobqa ikki qilich sig'maydi dedi. Ya'ni la yasluhu sayfan deb ikki qilich bir g'ilobqa yaramaydi degan gap sig'maydi. Bir ikki qo'shqonning kallasi bir qozonda patmaydi degandek. Va kaza qala Ali radhiyallohu anhu. Shuningdek Ali radhiyallohu anhu Muaviyaniki hamrohlariga bunday degan edi. İxvanuna bagav alayna. Bular bizning qarindoshlarimiz, lekin bizga tajovuz qildi. Bizning hukmimizga qarshi chiqdi. Hukmimizga qarshi chiqqan bizning qarindoshlarimiz degan edi. Velav uqidatil imamatu lisnayni. Agar imomatchilik ikki odamga chigilsa, ya'ni barliq ummat bilib kelib imomatchilikni, imomlikni ikki odamga bay'at berilsa, kana al-imamu man uqida lahu awwalan.
Bu ikisinin için imam kim dese, avval kimga bayat berilgan bo'lsa, shu imam. Velav uqida lahuma ma'an, agar ikkisiga teng bayat berilgan bo'lsa, batala. Her ikisinin imamatchiligi batil. Fayusta'nafu li ahadihima aw li ghayrihima. Bunda qanday bo'ladi? Ya u ikisining biriga yangidan bayat beriladi, yoki aw li ghayrihim, bu ikisining g'ayriga bayat beriladi. Anladın? Ve şartuha, hem de imametçiliknin mi şartı var? İmametçiliknin mi şartı var? İmametçiliğin şartını ne desem var? Ve şartuha en yekune zekeran hurran baligan aqilan kurashiyen. Şunu ama. Hem de imametçiliğin şartı, birinci imam erkek buluş gerek, oğul. Kız bala ayol kishi imom bo'lamaydi. Ikkinchi hur, azat bo'lish kerak. Qul xalifa bo'lamaydi. Uchinchi baligh, balog'atga yetgan bo'lish kerak. Balog'atning kichik bola, norisli bola xalifa bo'lamaydi. Uchinchi aqli bor bo'lish kerak. Aqli bor. Aql degan aqlliq degan bo'lsa, aqlliq boshqa, aqli bor boshqa. Aql degan aqli bor, aql joyida. Aqlliq deganimiz nima? Zaki degan. Zaki demoqchi emas bu. Aklı var buluş gerek. Kureyş kabilesinin buluş gerek. Ama yani Kureyş kabilesinin başkası caiz olmaydı. Hem de ve kevnuhu min Beni Haşim, hem de Beni Haşim'den buluşu, yani halifindeki Beni Haşim'den buluşu leyse bir şartın indana. Bizim kışımızda, bizim göz karşımızda, ehl-i sünnet göz karşıda halifenin Haşim cemaatinin buluşu şart emas. Haşim cemaatinin buluşu şart emas. Hilafen lil batiniyye. O batiniylere karşı, yani Şia'nın, bütün Şia'nın hemisi ne diyor? Çukum, halife çukum Ali radıyallahu anh'ın evladının buluş gerek. İmam çukum Ali radıyallahu anh'ın evladının buluş gerek. Dep turgan. Lakin ehl-i sünnet ne yapmaydı? Ehl-i sünnet ne deydi o? Haşim cemaatinin bozu oldu. Nima? Kureyş'ten bozu oldu deydi. Nemiş ki Kureyş'ten bozu deydi? Çünkü li'umumi kavlihi aleyhisselam, Peygamber aleyhisselam'ın kavlini dedi ki el-eimmetu min Kureyş'in, imamlar Kureyş'ten diyendi Peygamber aleyhisselam. Bu Nesai Sünnen-i Kubra'da rivayet kılgan Seyyidina Enes bin Malik radıyallahu anh hadisinden, yani el-eimmetu min Kureyş, imamlar Kureyş'ten buludu diyen. Beni Said kabilesinden Ebu Bekir radıyallahu anh bu işe Kureyş'ten başlığı yarmaydı o. Eğer ensarlardan birisi bizim birisi bozuncu degende ya bir qilabqa ikki qilish sig'maydi dedi. Anda olsa biz sizlarga yordam qildi dedi Abu Bakr radhiyallohu anhu. Sizlar intayin yaxshi kishilar. Sizlar bishimizda, tajimizda sizlarniki o'rnagan, lekin Payg'ambar alayhisalom bu ishga Qurayshdan boshqasi yarmaydi degan edi. Chunki boshqa arablar faqat bu ishni Qurayshni ham e'tiborga oladi, boshqalarni e'tiborga olmaydi degan edi. Shuning bilan ham bilan ma'qulda ham bilan sahobalar agar Payg'ambarimiz shu gapni anglamagan bo'lsa-da, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning xalifa bo'lishi uni bo'ysunmagan bo'ladi, ixtilof chiqargan bo'ladi. Ular hammasi sallamlarda bo'ysunishdi. Shuni anglama. Hamda val adalatu, xo'sh hamda va kaza kavnuhu ma'suman, ya'ni imomniki ma'sum bo'lishi ham laysa bi shartin indana. Bizniki göz qarashimizda bu xalifaniki ma'sum bo'lishi ham shart emas. Xilafat lil batiniya, batinilarga xilaf oldi. Batinilar deydiki, imom chuqum ma'sum bo'lishi kerak, gunohdan pok bo'lishi kerak. Hech qanday gunoh qilmaydigan bo'lishi kerak deydi. Lekin bizda imom gunoh o'tkazib sasmi, buniga nima xalifa bo'lolmaydi demaymiz. Buni degan gap, xalifada shunchalik bir yomon o'qib qo'yib tashlaymizda fitna chiqarsa islomni ojizlaydi-da. Amal va sabr qilgan gap. Amal va sabr qilgan gap. O'tda bo'lmagan o'ziga qilgan bu. G'it qizib bir yarsini almashtirish oson ish emas u. Dunyoviy ishlar, dunyoviy. Bu yaxshi, u yaxshi, lekin yaxshi degan gap boshqa, ma u shart degan gap boshqa. Undan keyin vel adalatu şartul kemali indana. Adalet, yani xalifaning adil bo'lishi shartul kemal indana. Bizniki ko'z qarashimizda shartul kemal. Yani adil bo'lsa, nima xalifa kamil bo'ldi. Kamalat sharti. Xuddi masalan
Peygamber Aleyhisselam dedi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validi ve veledihi ve nas ecmaîn. Men birinlarga ata-onasidan, balvaqsidan, barliq xalqlardan suyumlik bo'lmoqcha mu'min bo'lmaydi degan. Mu'min bo'lmaydi degan hadisni nima ma'nosi? La yu'min kain. La yakmulu imanuhu. La yakunu mu'minan kamilan. Yani kamil mu'min bo'lmaydi degan bo'lmaydi. Xuddi bu yerda yana kamil qalb bo'lish uchun adil bo'lish kerak. Agar adil bo'lmasa, qalbligi bo'ladi. Elib tashlanmaydi, ammo kamil qalb bo'lmay qoladi. Shartli kamal degan ma'no. Emdeki İmam-ı Şafii rahimehullah'ın göz karşısında kalmaz. İmam-ı Şafii rahimehullah'ın göz karşısında şartul cevazi vel iniqad. Yani İmam-ı Şafii'nin deydi o, bununki halife buluşunun, imam buluşunun ki caizliğinin, imamlığının çekilişinin şartı. Değil mi? Yani adillik. Eğer adil olsa halife buluş caiz bulunur. Eğer adil olsa bunun beyat verilse, bunun beyat çekilip halifedeki çekilir. Olması çekilmeydi. Neydi? حتى كره تقليد الإمامة للفاسق ولكن مع ذلك تنعقد حتى كره تقليد الإمامة للفاسق hatta kuriha indana taqlidul imamati lil fasiqi degan, ya'ni bizning mazhabimizda, bizning ko'z qarashimizda imomatchilikni fosiqqa topshirish, ya'ni taqlid favvada yufawwidu tafwidan masdar ma'nosida, ya'ni tafwid ma'nosida. Ya'ni fosiqqa imomatchilikni topshirish bizning mazhabimizda makruh. Walakin ma'a zalika tanaqid. Biroq shuning bilan birga, ya'ni makruh bo'lish bilan birga chigiladi. Ya'ni hisob. Shuniki imomlik hisob bo'ladi. Walaw irtakaba al-imamu kabiratan yastahiqqu al-'azla 'indana wa la yan'azil. Ya'ni agar imomlikdan ilib etishga tegishlik bo'ladigan gunohi kabirini ishlab salsa, gunohi kabir o'tkazib salsa, valay nazvendana degan gap. Shunda turug'liq va degan holbuki va holanki la yan'azilu indana. Bizning mazhabimizda imomlikdan ilib etilmaydi. Shunda gunohi kabir o'tkazib salsa, kofirlar bo'lmasa. Va inda Shafi'i rahimahulloh, Imom Shafi'i rahimahulloh qarashida yan'azil, ya'ni agar imomlikdan ilib etishga tegishli bo'lgan gunohi kabira o'tkazib salsa, imomlikdan ilib etiladi. İmamlıktan elib etiladi. Ve keza indel mu'tezile ve havaric. Ve mu'tezile havariclerin göz karşısında hem imamlıktan imam günahı kabir güzelpsası elib etiladi. Lekin bu fitneden başkalısı olib qoldi da. Fitnege baş olib qoldi işim. Asan iş emas bu. Bu mezhepte Hanefi mezhebi siyasetke intayin bas qildigan bir mezhep. وتنعقد إمامة المفضول مع قيام الفاضل. Yani faziletli artık adamniki turuşu bilen birge mefdul degan gap faziletli tüven adamning imam bo'lişi, imam bo'lişi joiz bo'ladi va imomligi chegiladi. Xilafen li aksar ravafid degan Rafizlarning ko'pragiga xilaf holda. Rafizlarning ko'pragiga xilaf holda. Fa inna Umar radhiyallohu anhu, çünkü Umar radhiyallohu anhu ja'ala al-amra, bu xalifelik ishini shura bayna sitta, ma'a anna ba'dahum afdalu min ba'd. Ularning ba'sidan afzalroq turib Ebu Bekir Ömer radhiyallahu anhu 6 adamın arasında olsun, altını kengashib qilinglar deb shunga bu topshirgan edi. Bo'lmasa altını hammasi o'xshash emas fazilətdə. Bir-birindən ortiq tabii ki, bir-biriga o'xshamaydigan. Shunda turug'liq Ömer radhiyallahu anhu topshirdi. Buni biz nimani bo'la olamiz? Ya'ni imomniki cho'qim eng fazilatli odam bo'lish shart emas. Fazilat jihatda ba'zilarning tuvanroq bo'lib qolsin bo'ladi, xalifa demakchi. Endi faslun fi imamatil xulafa'ir rashidin. Xulafai Raşidillerinin imamlığı hakkında deydi. Hakkındaki bir fasıl deydi.
Evveluhum Ebu Bekrin radıyallahu anhu. Ulanın evvel halifelerinin, halife Raşidillah'ın en birincisi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu. Halife Raşid degan gap, Halife Raşid degan gap, ya'ni to'g'ri yo'l topgan. O'zi to'g'ri yo'l topganda boshqalarni to'g'ri yo'lga yetaklagan xalifa degan gap. Ularning avvali Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhudur. Ve kana mustajmi'an li şaraita al-khilafa. Yani li şaraita al-khilafa. Yani Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu halifelikning şartlarini o'ziga to'plagan edi. Mufaddalan ala jami'i sahabe. Cemi sahabelerden artık idi. Cemi sahabelerden faziletlik idi. Ve kad ittefakatis sahabetu ala khilafetihi. Sahabelerinin hemmisi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın halifeligiga birlikka kelgan idi. Ve zalike hujjatun qati'atun. Ana şu bütün sahabelerinin Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın halifeligiga birlikka kelishi keskin hüccettir. Keskin davli ispattır. Ve tebtulu bizalike da'va men za'ama ennen nebiyye aleyhisselam nassa ala aliyin radıyallahu anhu. Yani bütün sahabelerinin birlikte kelgan icması bilen Peygamber aleyhisselam Ali radıyallahu anhu'ga alohida halifelik Ali'ni deb alohida so'zlagan degan deb gumon qilgan kishining da'vosi botil, nahaq bo'ladi. Nimishqa desa li qawlihi alayhissalam, Peygamber aleyhisselamning la tejtemi'u ummati ala dalalah. Mening ummatim ozg'unlik ustida jamlashmaydi. Mening ummatim gumrohlik ustida yig'ilmaydi, birlikka kelmaydi degan qavlining jihatidir. Xo'sh, bu hadisni Ibn Majah rivoyat qilgan hadis. Anas bin Malik radhiyallohu anhu hadisidir. وقد اشتهر أن عليا رضي الله عنه بايعه. Hamda haqiqatan Ali radhiyallohu anhuning Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga ala ru'usil xaloyiq val ashhad, ya'ni bir mincha xaloyiq guvohchilarniki beshida bay'at berganligi mashhur bo'lgan. Ba'da an ra'a zalika maslahatan. Ya'ni Ali radhiyallohu anhu shuningda, ya'ni o'zining Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bay'at berishida maslahatan, ya'ni mu'min musulmonlarga maslahat, foyda manfaat bor ekanligini ko'rgandan keyin. Chunki bu nima degan gap desanglar, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis, Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisdan. Uzun hadisning davomi deydiki, yani Sayyidina Ali radhiyallohu anhu Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga bay'at berishdan 6 oy kechikib qoldi deydi. Yani Qazi Fatima radhiyallohu anhaniki hayotlik muddatida. Ondan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga odam avatdi va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uyga chaqirdi va qala lahu. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bunday dedi: "Biz sening fazilatingni, bizning fazilatingni biz haqiqatan yaxshi bilamiz va Alloh taolo senga bergan fazilatimizni yaxshi bilamiz. Hargizmi biz Alloh taolo senga bergan bu yaxshilikqa hargizmi hasad qilmaymiz. Biroq sen bu ishni bizga maslahat solmasdan o'zing bevosita qilding. Biz Rasululloh bilan tuqqan bo'lganligimiz uchun, Rasululloh bilan bizning urug' tuqqandoshligimiz bo'lganligi uchun bizning bu ishda bizga maslahat selinishini to'g'ri deb qaraydik deb shunday degan edi. Hatto Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning ikki ko'zi yosh to'kib ketdi. Ondan keyin Ali radhiyallohu anhuning ko'ngli xotirjam bo'ladigan gapni qildi va Ali radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu shu oqshimi bay'at berdi deydi. Bu bir rivoyat. Buxoriyda kelgan rivoyat. Lekin bu rivoyatning eng to'g'risi Ali radhiyallohu anhu 3 kundan keyin bay'at qilgan edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Chunki Ali radhiyallohu anhu shu vaqtning o'zida, shu paytning o'zida Rasulullohning dafni qilib, yuyib, oxirat ishini qilib, Rasulullohning dafni qilishdan avval edi. Shu sababdan nima kelmagan edi? Bay'at qilgan kelmagan. Bakab Rasulullohning oxirat ishini qilib bo'lgandan keyin udul berib bay'at qilgan edi. Ma'u eng sahih rivoyat. Ammo Imom Buxoriyniki rivoyat qilimi sahih, Imom Buxoriyning sahih emas degan emas. Ondan ish qilib qanday qilgan bo'lmasin,
Ali radhiyallohu anhu nima degan, biz hasad qilib sizniki xalif bo'lganimiz bir hasad qilmasdan qilimiz yo'q, balki biz bu Rasulullohning avlod to'rtqalar bo'lgandan keyin bizga bir maslahat salgan bo'lsa edi deb shuni o'ylagan edik. Lekin shu sababdan biz kelmaganida o'tganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu asli men maslahat salatdim, lekin bu vaqtda Ansarlar Bani Said qabilasida bunda ikkilik chiqarib qolib, bizning bir xalifa bo'lsin, ularning bir xalifa bo'lsin deb turgandan vaqt jiddiy edi. Sizlarga maslahat qilsak o'tirsak, balki musulmonlar ikkiga bo'linib ketish ahvoli bor edi. Shuning uchun bu ahvol jiddiy bo'lib qolgan. Bu siz degan Rasulullohning avlod degan meniki eng muhim bo'ladigan odamlar degandek, ya'ni intan yaxshi gap qilgandan keyin Ali radhiyallohu anhu nima qilgan, bay'at qildi deydi. Imom Buxoriy keltirgan, lekin biz ko'rgan boshqa ishonchli manbalarda 3 kundan keyin bay'at qilgan deydi. Ba'zilar deydi, Fatima radhiyallohu anha kasal edi. Rasululloh vafot bo'lgandan keyin 6 oydan keyin Fatima radhiyallohu anha kasallab ketdi. Fatima radhiyallohu anha kasal mezgilida, kasal bo'lgan shu mezgilida Ali radhiyallohu anhu Fatima radhiyallohu anhu bir qish bilan qarshilab qilib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu borolmagan. Deydi. Yani rivayetler ko'p, lekin qandoq kim bo'lmasin Ali radhiyallohu anhu 6 oydan keyin bo'lsin, 3 kundan keyin bo'lsin bir bay'at bergan. Lekin Ali radhiyallohu anhu bay'at berganligi har kim nima demasdi, uchiq bo'lgan gap. Kanalda bo'lishi, uchiq bo'lishi muhim bo'lgan gap. Har kim hasad qilganlikdan. Men bo'lgan ishni tatib oldi degan emas edi. Faqatla agar eng cho'ng bo'lib kelsa, shu Buxoriyda kelgandek, ya'ni biz bu Rasulullohni tutqandan keyin bizni bir xuddi Umar radhiyallohu anhu bilan aytmagandek, meni bir yanimda ilib olgan bo'lsangiz, bildim men yaningizda turib sizga bir yordam qilib beradi. Meni chetga qo'ymagan bo'lsanglar, degandek bir ko'ngil og'ritish bo'lishi mumkin. Alloh alam. Bu keyin yana ichilib ketgan. Ammo keyingi Muaviy hujum Muaviy zamonida shunday bo'lmadi. O'chaqda shunday bo'lgan. O'chaqda talashganda xaliflikni talashdi. Hujum Muaviy Ali radhiyallohu anhudan. O'chaqda boshqa. Her gün bizimizga o'xshatsam bo'lmaydi. Xo'sh, undan keyin va zahara min barakati khilafatihi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning xalifaligining barakatidan umurun tahayyarat fiha uqulus sahaba. Shunchalik bir katta ishlar maydonga keldiki, zuhur qildiki, hatta sahabe radhiyallohu alayhim ecmaînlarning aqllarimi hayronlik qoldi. Shuncha katta futuhatlar, shuncha katta ishlarning hammasi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu zamonasida maydonga keldi. Uni haqiqatan to'g'ri qilganligini keyin bildi. Vartafa'a bi yumni ra'yihi al-khilaf min bayni al-ummah. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning ra'yining barakati bilan, ko'z qarashining barakati bilan ummatning orasidagi ixtilof ko'tarilib ketdi. Kama sharahnahu fil kifaya. Biz Kifaya nomli kitobimizda buni tafsili sharh qildik deydi. Ondan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu vafot bo'lgandan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu vafot bo'lgandan keyin Ondan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu vafot bo'lishidan ilgari Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu xalifaga taklif qilindi. Rivoyat qilindiki, annahu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu lamma aysa min hayatihi, o'zining hayotidan umid uzgan vaqtida Osmon radhiyallohu anhuni chaqirib, Osmon radhiyallohu anhuga o'zining Umar radhiyallohu anhu bo'lgan oxirgi vali ahdi, Umar radhiyallohu anhuning vali ahdi qiladigan kitobini imlo qilib berdi, ya'ni og'zaga deb berdi. Osmon radhiyallohu anhu yozdi. Falamma kataba, shunda Osmon radhiyallohu anhu xatni yozib bo'ldi, xatamas sahifa. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bu qog'ozga tamg'u basib va akhrajaha ila an-nas, uni kishilarga chiqarib berdi. Va amarahum an yubay'u liman fi as-sahifa. Ularni shu daftardagi yoki shu qog'ozdagi kishiga bay'at qilishga buyurdi. Fabay'u, orqadan hammasi bay'at qilishdi. Hatta marrat bi Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu. Hatta bu xat Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu o'tdi. Faqala Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu dedi ki, bay'na liman kana fiha va in kana Umar. Biz mushu xatdagi odamga bay'at berdik, garchi bu odam Umar bo'lib qolsin.
Kimni degan bo'lsa bayat qilamiz, hatto agar bu xatda Umar chiqqan bo'lsa bayat qilamiz deydi. Endi bu yerda hayron qolasiz, buni qanday gapdi bu? Bu qanday gap hayron qolasizlar. Bunda deyishiga sabab ma'niki shu iboratniki lafzidan chiqadigan gap Ali roziyallohu anhu demoqchi bo'lganda Umar roziyallohu anhu qattiq qo'pol. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu degan qattiq muloyim edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bek muloyim, lekin la yakhafu fillahi lawmata laim. Alloh barasida malomatxona malomatni qo'rqmaydigan, qattiq shijoat qilib bitadigan, dushman so'raganda shijoat qilib ketadigan rahama baynam. O'rtasida bek bizga mehribon, bek bir mehribon muloyim zot edi. Lekin Umar roziyallohu anhu qattiq, noiti hayvatlik, qo'pol zot edi. Kim ko'rsatsa musulmonlarni qo'rqib ketadi Umar roziyallohu anhudan. Shundoq bo'lgandan keyin Ali roziyallohu anhu o'ylaydida, ya'ni balkim Osmon roziyallohu anhudek, ya'ni bunday bir muloyim kishi bo'lishi mumkin, al-mafrud, ya'ni muloyim kishilardan biri Abu Bakr roziyallohu anhu o'ziga tabiati o'ziga o'xshaydigan Osmon roziyallohu anhudek bunday muloyimdan birini qilib qo'yishi mumkin. Lekin hatto Abu Bakr roziyallohu anhu o'zidek muloyim emas, qo'pol, o'ziga qarama-qarshi bo'lgan Umarga qo'pol qilib qo'ysa-mu, biz Abu Bakrning fikriga hurmat qilamiz dedi roziyallohu. Shundaqmi? Ma'u ma'niki zohir chiqdigan ma'no. Endi yana Ibn Abi Shayba o'zining musannafisida qon rivoyatida kelgan faqama Aliyun faqala la narda illa an yakuna Umar ibn Khattab fakana Umar. Bunda kelgan, ya'ni bu rivoyatlar aks chiqib bu öyle roziyallohu anhu o'rnidan turib biz bu xalifa faqat Umar ibn Khattab xalifa bo'lsa biz rozi, undan boshqa rozi emas dedi. Amaliyotda xalifa Umar chiqib qoldi degan bunda rivoyatni kelgan. Vallohu a'lam. Shu qanday bo'lmasin Umar roziyallohu anhu xalifaga hech kim inkor qilmagan. Eng muhim bo'lgani bizda mutawatir ma'naviy degan bir ma'noni erishishimiz. Ya'ni eng kuchli bo'lgan ma'no qasi mutawatir ma'naviy ma'na, ya'ni hamma sahobalarniki qabul qilganligi. Umar roziyallohu anhu xalifaligini hech kim ishkillik chiqarmasdan qabul qilganligi ma'lum mutawatir ma'nosi. Endi xo'sh. ثم عندك ثم اتفقت الصحابة على صحة خلافته. عندك sahabalar Umar roziyallohu anhu xalifaligining to'g'riligiga birlikka keldi. Vattaba'a athar Abi Bakr roziyallohu anhu. Shuni bilan Umar roziyallohu anhu Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu'niki asarlariga, izlariga ergashdi. Va naffadal juyush va naffadal juyush nima degan? Jahazal juyush, ya'ni lashkarlarni tayyorladi. Islom lashkarlarini fath uchun ratkisilib tartiblab tayyorladi. Va wasalal ajnat. Ya'ni qo'shinlarni orqa-orqa avatdi. Qo'shinlarni lashkarlarni tayyorlab, qo'shinlarni nega yapadi? Ya'ni orqa-orqa nimalarga fath qilish uchun avatdi. Va wasalal ajnat. Endi yana bir basmada va as-salal ijtihad ulsaldi deb kelgan. Yana bir nusxada ijtihadga ulsaldi. Chunki Umar roziyallohu anhu mujtahid edi. Islom masalalarida intan ko'p masalalarga ijtihad qilgan edi. Ijtihadga ulsaldi deydi. Qaysi bo'lsa to'g'ri. Hatta qama'allohu ta'ala bi sa'ihi al-kufr wal fasad. Hatta shu darajada bo'ldiki, Alloh taolo Umar roziyallohu anhu'niki sa'iy kuchi bilan kufrni va fitna fasadni tüp yıldızının kumurib tashladi. Mana Abu Umar roziyallohu anhu zamonasida shunchalik bir adolat davron surdiki, hatto bo'ra qo'yga hujum qilmaydigan darajaga yetdi. Bo'ra qo'y hujum qilsa, qo'qab Umardan intiqom oldi degandek. Endi buni degan gapni sanglar, bo'ralarimiz ochqab ulanmaydi degan gap emas. Ya'ni demoqchi o'g'ini, zolimlar bo'radan zolim murod. Qo'ydan yaxshi bichara xalqlar murod. Ya'ni zolimlar bichara kishilarga hech kim zulm qilolmadi. Hech kim zulm qilolmadi. Pari degan ish yo'q, zulm degan ish yo'q. Hamma odam intoyin islomning ruhi bo'yicha islom ajoyib kuchlangan. Eng islomning gullangan vaqti bo'ldi. Umar ibn Khattab radhiyallohu anhu xalifa bo'lganda Alloh bizdan rozi bo'lsin. Alloh bizdan oxiratga darajani yuqori qilsin. Oxiratda bizni bu zot bilan birga qilsin Alloh taolo. Ondan keyin Umar radhiyallohu anhu shahid qilindi. Ondan keyin Umar radhiyallohu anhu Abi Lu'lu degan bir majusi Valid ibn Mughira'niki bir qul ekan, shu Parisningki podshohlariniki o'rtoqlaridan birisi.
Şu zahar soğulgan kılıçını ekilip Ömer radıyallahu anh'ını namaz tutar vaxtida şehit kılıp etti. Kim? Ebu Lu'lu. Yani Ömer radıyallahu anh'ını Ebu Lu'lu ismi Feyruz. İsmi Feyruz ismi. Kunyeti Ebu Lu'lu degan bu mecusi Muğiret ibn Şu'ben'deki nimesi? Kule. Bu Fars'tan kelgan, Farsi. Şu zahar soğulgan kılıç xanjar, zahar soğulgan xanjarni Ömer radıyallahu anhu bomdat namazı quvvatga vaqtida, bomdat namazı quvvatga vaqtida bir necha sanjib etgan. Bir necha. Uni tutib olib boshqalar tutib olgan degan ang'ichi shu zahar so'g'ilganlik uchun Ömer radıyallahu anhu katta nimalari uchinchi voqealari chiqib qolgan tasha. Shu nimadan saqlanmay Ömer radıyallahu anhu o'tib ketgan. Endi hicretinin 21. yılı. Manum şu Ömer radıyallahu anhu şehit kılındı ve tereke emrel hilafeti şura beyne sitte. Ömer radıyallahu anhu halifelik işini 6 adamın arasında kengaş haletiga koyup koydu. Yani altınlar kengaş kılıp kaysınlar birini tanısın, altınlar birlik gelip birisini tanısanlar şu halife olsun dep koydu. Bu 6 kişi olsa Osman, Ali, Abdurrahman ibn Avf, Talha, Zübeyir ve Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhum ecma'inler idi. Yani bu 6 kişinin oturdu kırıp koydu. Andikin fevvada khamsatuhum ularning 5'i bu işni Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu tapşurdu ve radu bi hukmihi. Ular Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu'nun hükmüge razı oldu. Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu'nun hükmüge razı oldu. فاختار هو عثمان رضي الله عنه. Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu Osman radıyallahu anhu'nu ihtiyar kıldı. Ve baya'a lehu bi mahdarin min es-sahabe. Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu Osman radıyallahu anhu'ga sahabeler hazır bolgan şunda bir meydanda beyat berdi. Şunu bilen barliq sahabeler Osman radıyallahu anhu'ga beyat berdi ve qadu li awamiri. Osman radıyallahu anhu'nun emir fermanlarına boysundu ve sallav ma'ahu el-cuma'. Osman radıyallahu anh'ın bile hemmisi birlikte cuma namazını okudu, hit namazlarını okudu. Osman radıyallahu anh'ın halifelik devrinde. Fekâne icma'an minhum ala sihhati hilafeti. Yani manım bu şu. Hemmi sahabelerinin birlikte gelip Osman radıyallahu anh'ın beyat verip cuma hit namazlarını okup Osman radıyallahu anh'ın emri kirgenlikinin üzü barliq sahabelerden Osman radıyallahu anh'ın halifelikinin doğru ikenlikiga, sahih ikenlikiga icma idi. İcma bu %100 doğru değil. Hoş, endi وما نقل عنه مما يوهم ظاهره الطعن عليه. Endi Osman radıyallahu anh hakkında bu nakil kılınan bazı gaplar, bu gaplarning zahiri Osman radıyallahu anh'ı ta'na qilishni vahm qildirgan, gumon qildirib qo'ydigan ba'zan gaplar. Osman radıyallahu anh'ın belki müşakide o'zining yaqinlarini qilib, o'zining yaqinlarini o'rtoqlarini nimaga qo'ygan, vazifaga qo'ygan, andaqchi mundaqchi degan gaplar hammasi فَبَعْضُهُ اِفْتِرَاءٌ عَلَيْهِ. Kitap bunda kuşlu kitap şundan. Kitap intan kuşlu kitap. Bu bazısı Osman radıyallahu anh'ın iftira, buhtan, töhmet. وَبَعْضُهُ مُؤَوَّلٌ بِتَأْوِيلٍ sahih. Bazısı doğru boğan tevil bilen tevil kılınmışıdır. Yani onun sebebi mundak idi. Bunda qaraganda sizlar anda ko'rgan bilan bunun asli sebebi mundak idi. Osman radıyallahu anh doğru tarafını o'ylab qilgan edi. Lekin Muhammed'a şu kişilerin yaxshi emasligi sababidan bunda yomon aqid chiqib qoldi. Andaqani fala yu'alidu ma huwa hujjatun qati'ah. Yani bazı iftira bo'lgan, bazı muavval bo'lgan ishlar keskin delil, yani delil qat'iy bo'lgan ijmoga, sahabelarning ijmosiga qarshi turolmaydi. Tushunamizmi? Usul qoidaga shu masalada usul fiqh qoidasiga gap qilyapti. Delil zanni, delil qat'iga nima qilmaydi? Qarshi chiqmaydi. Xabar ahad, xabar mutawatir qarshi chiqmaydi. Osman radıyallahu anh'a hamma sahabelarning birlikda qo'l berib, hatto Ali radıyallahu anh'ning bayat qilganligi, xalif qilganligi nima bu xabarning mutawatir. Lekin anda bo'layotgan degan mish xabarcha mesela xabar ahad. Bu xabar ahadni qanday bo'lsin, ba'zi iftira, ba'zi to'g'ri ta'bir qilinadi, qanday bo'lsin, xabar mutawatirga qarshi kelinmaydi. Anladın? Ve huvel icma. U keskin hüccet olsa icmadır. Maşallah. Bu kitabın müşrikleri bilmeye yapışkırmen demen. İntan küçük deliller.
Hilafet emdi Ali radıyallahu anh'ın halifelik devri geldi kemdi. Thumma istuşhida Osman radıyallahu anhu. Osman radıyallahu anhu şehit kılındı. Osman radıyallahu anh'ı Abdullah ibn Sebe başçılıkında bir Yahudi. Yani o'zi yolg'ondan musulmon bo'lib olgan. Yani men o'zini musulmon qilib ko'rsatib olgan, faqat o'zi Yahudi edi. Butun musulmonlar ichiga ixtilofni taygan, butun musulmonlar ishkilikni taygan bosh sababchisi fitnaning boshqaruvchisi kim edi? Shu Abdullah ibn Saba degan Yahudi edi. Shu Yahudi necha yil oyda qilib fitna qo'zg'ab, eng oxirida birinchi kishilarni setib olib, yollarga ko'tarib kelib Osman roziyallohu anhuni uyiniki, xalifaninki oqi temetini seklab kelib Osman roziyallohu anhuni şehit kılıp etken idi. Emdi Osman radıyallahu anhu acayip aciz mi dedi sana intihar güçlüydü. Lakin bek rahim dedi. Muhammedun Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâhu alel kuffar ruhamâhu beynehum. Muhammed Resulullah ve onun kışıdıkıyla kafirler intihar kopal. Mümin Müslümanları bek mihirban diyen ayet hüküm boyunca emdi Müslümanların içinden çıkan bu fitne boğalık için Osman radıyallahu anhu neçe sahabeler geldi kılıçını götürüp biz kılıçla uğraş kılaylı. Bulan hemen ötürüp tüketeyli dep geldi. Lakin Osman radıyallahu anh yok. Ben Müslüman kılıç götürmeyim. Ben Müslüman kılıç götürmeyim dep dedi. Ola emisi öktüşüler. Kopap emisi halifelikini tapşı. Halifelikini ya Ali'ye belgin ya başkası belgin sen halifelikini taşlap verse degen doğanda. Bana Allah Teala küz bulan bu ton ne? Allah Teala amıgıça ben sanmayım. Yani halifelikini ödülep mi vermeymen, Müslümanlık kılıç mı götürmeymen de diyor Osman radıyallahu anh. Onun keneden Osman radıyallahu anh yüzündeki bir müddet faziletlerini sözledi şu cakı adamdan yığıp. Osman radıyallahu anh'ınki şu Medine'deki kuduğunu satıp algan, Peygamber Aleyhisselam'ın Osman radıyallahu anh'ını vaktıgan ve Osman'ın kulu da Peygamber Aleyhisselam'daki beyat-ı Rızvan'da ayında kılan, Ümmü Kulsum kisellap kılan din kilenmedi, Osman'ın kulu da beyat bergen. Şunda hem faziletlerini sözlep mesleğin ne meymalık kıldı? Dep şunda mı dedi? Lakin bu öktüşüler tigi Yahudi boğalık için, közde işimi hükümeden boğalık için, şunda dep tusumu Osman radıyallahu anh barlık sahabının besip doğuluk yani kılıç kütürmesi de şunda atılıp Kur'an okuvatkan iyi de üyünün arkasını teşvik kılıp temedin. Osman radıyallahu anh şehit kılıvattı. Hatta ki Osman radıyallahu anh'ın mübarek kalları okuvatkan seyif Kur'an-ı Kerim'in Musab Osman'ın üstüne çükeniydi. Şunda derecede. Osman radıyallahu anh şehit kılıp gitti. Emdi müdahale şehit okalık için ve terekel emre muhmelen hatta ictema'a ve turikel emru muhmelen hatta ictema'a kibarus sahabe. Bu iş müdahale tuygusu olarak kaldı. Osman radıyallahu anh şunu da nahit müdahale fatva rakşat olarak okalık için bu iş yani halifelikini tapşır şey muhmelen diye gep şunda bikar taşınıp kaldı diye gep bir kim Osman radıyallahu anh falanı yapıp halife olsun demeye kaldı. Hatta sahabeların muhacir ensarların boğan sahabeların çoğunları yığıldı. Yığılıp hemmesi Ali radıyallahu anhu'dan halifelikni kubul kılışını talep kıldı, iltimas kıldı. Ve hemmesi Ali radıyallahu anhu'a kasem kıldı. Billahil azim vallahi la takbel. Allah olan kasem kubul kılışız. Hemmesi kasem işit doğandıkin Ali radıyallahu anh amal yok çağırıyor kubul kıldı ahir. Yani kubul kıldı. Febayi'ahu men hadara min kibar sahabe. Ali radıyallahu anh şu meydan hazır olan çoğun sahabeların hemmesi beyat kıldı. Ve men halefehu ev qatelehu mines sahabeti kâne ala zannin ve ictihad. Emdi Ali radıyallahu anh'dan karşılaşkan ya ki Ali radıyallahu anh'dan karşı uruş kılgan sahabeler olsa hemmesi üzü guman kılıp ve ictihad kılıp uruşkan diye. Bunlar üzünün guman edeceği ve ictihadı bu edeceği nemi de böyle etti? Bizim kıkırımız toğra dep oylattı. Emdi bu mesele kanalda sana acayip bu fitne zaman boğan ki Ali onun nemi deydi? Öktüşüyle Ali halife olsun deydi. Ali radıyallahu anh Osman radıyallahu anh tarafıda. Ali radıyallahu anh Osman radıyallahu anh tarafıda. Peki öktüşüyle dedi? Osman düşüp gelsin Ali halife olsun deydi. Onun kendiden Ali radıyallahu anh'ın kendiden ola sen halife yapayın. Ali radıyallahu anh olmadı yak. Ben Osman radıyallahu anh halife yapıp durdu. Lakin ular kandak sıkıp Osman radıyallahu anh kılıvattı. Şehit kılıvattı. Şehit kılıvatkendikin Ali radıyallahu anh barı sahabeti etmesi halife yapasını da kilidi yanıga. Ali radıyallahu anh unumay halife kılıdı. Onun derken adamlar işki gibi bulunudu.
Ali radıyallahu anh bu halifenin kulu ağanın kildan birinci kılıp bütün öktüçülerini ötürüp etmeyi belki nemelerini halifelik işini, halife vezir uzralarını, hakimlerini yanılap bütün bir demesini, hukukunu güçlendirgenden keyin öktüçülerini kısas alımız degan manda ko'z qarashdaydi. Ammo ba'zi sahobalar Muaviye va shuni qo'yib ostidagi birinchi sahoba va ulug' sahobalar bor. Ya Osmonning qissasini bo'ldi elib, undan keyin boshqa ishlarni qilsak bo'ladi degan ko'z qarashdaydi. Lekin shu vaqtcha bir yil ketib qoldi, bir yil jarayonida. Shuning bilan fitna ketib qoldi, 2 yil ketib qoldi. Ba'zilar Ali mujrimlar o'qituvchilardan birlikda bo'lmasa uni nima uchun qissasini olmaydi deb ham qarshilab ketib qoldi. Ali radhiyallohu anhu kuchini to'plab bo'lgandan keyin tabiiy qissasini oldi. Butun o'qituvchilarni tugatdi radhiyallohu anhu. Hammasini o'tirib, hammasini tumuk soydiganni sulab, o'tirganni o'tirib tugatdi ularni. Lekin uni bu kuch kerakda. Bir yil ketadi uni bu kuch ketadi. Shu kuchni yig'ib to'plab qilib bo'lguncha chunki Osmon radhiyallohu zamonidagi faraqchilikda nəhayət acizlab ketgan edi. Xalifelikdagi Turkiya. Ali radhiyallohu shuni kuchlantirgan, siyosatni pushtiq qilganlik uchun shuni kuchlantirmoqchi edi. Ammo ba'zi sahobalar gumon qilib, ijtihod qilib, ya'ni Ali xato qildi deb qisas Abbas Osmonning qissasini Abbas oldu degan shuarni ko'tarib chiqdi. Shu shuarning boshqalasida hujum Muaviya bor edi. Endi mushu ijtihodda bu ijtihod qilgan edi. Tushunarlimi? Lekin haq kim bilan birga edi desa, bu yerdagi haqiqat bo'lsa, Ali radhiyallohu anhu huval musib edi dedi. Ali radhiyallohu anhu ahli sunnatning ko'z qarashida to'g'rini qiluvchi, fikrda to'g'rini topuvchi edi. Ali radhiyallohu anhu qilgani to'g'ri edi. Nimishqa? Chunki Ali radhiyallohu anhu butun islomning xalifaligining tuxumini, markazini bilan yig'ib, kuchini bilan to'plab bo'lgandan keyin, undan keyin Osman radhiyallohu anhu qissasini elib, undan keyin futuhatlarni yurgizmoqchi edi. Lekin unda qilmasni ish qilib bo'lmaydi. Agar islomning markazini bilan yag'magandan keyin yag'may turib, hech qanday boshqa chiqib bo'lmaydi. Shu sababdan Ali radhiyallohu anhu hammalarni birlikka turishga chaqirgan edi. Ammo ba'zi sahobalar ijtihod qilib, ijtihod bo'yicha xatolik ketib, cho'ng urushlar maydoniga qoldi. Nimishqa Ali radhiyallohu anhu to'g'ri desa sababi shu. İz huwa afdalu ahli asrihi ve awlahum bil iman. Çünkü Ali radhiyallohu anh şu zamanın içindeki en evzeli imametçilik en layıkı idi. Ve rivayet kılınışça ennehum raca'u an zalik ve nedemu ala ma sanahu. Sahabalar Ali radhiyallohu anh ile birlikte uruş sağlığı Ali radhiyallohu anh uruş kılışını kayıttı ve kılgan işlerine pişman kıldı. Mesela kayıtkalların kim baydı mesela Seyyidina Zübeyir ibn Avvam radhiyallohu anhu mu qaytgan edi mesela. Hatta Ayşe Siddiq radhiyallohu anha Cemal urushda urushib bo'lgandan keyin Ayşe Siddiq radhiyallohu anha qaytib ketgan edi. Ashhadu Ali radhiyallohu anhu hammasi bu shular hammasi jannatda. Ondan buning hisobini Muaviya men bilaman degan edi. Shu janglardan hammasida Muaviya qiyomat kuni men bilaman hisobini. Qolganlarimiz jannatda. Alloh taolo uning gunohini mag'firat qilsin deb Ali radhiyallohu anhu yig'lab ketgan edi. Ve hutimet hilafetun nubuvveti bi Ali radıyallahu anhu. Hem de halifelikniki, peygamberliknin hilafeti, peygamberliknin halifelikni, peygamber İslam'ın halifeleri Ali radıyallahu anhu ile hatime verilgen idi, tüken idi. Çünkü Ali radıyallahu anhu 30 yılın başında şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat olgandan keyin. Ve Peygamber İslam el hilafetu min ba'di 30 sene degan edi. Menden keyin halifelik 30 yıl buludu degan edi. Bu hadisni Tirmizi, Nasai rivoyat qilgan edi. Endi Ali radhiyallohu anhu 29 yarim yil, ya'ni halifelik Rasululloh vafot dunyoga ketib 29 yarim yil bo'lganda kim bu Ali radhiyallohu anhu shahid qilindi. 6 oy qoldi. Şu 6 ayda Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu 6 ay halifelik davrida o'tdi. 6 aydan keyin halifelikni Hujum Muaviyaga o'tib berdi. Demek 30 yıl kamil tüydü şunu orada. Endi ve tertibu fadlihim ala tertibil hilafeti inde ehl-i sünnet. Ulanın faziletinin tertibi ehl-i sünnetinin göz karşıda halifelik tertibi bu içerisinde. En evzeli Ebu Bekir Sıddık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en evzeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anhu. Ondan keyin qalsa Ömer ibn Hattab radhiyallahu anhu. Ondan keyin qalsa Osman radhiyallahu anhu. Ondan keyin qalsa
Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu. Ve amma fadlu evladihim, ama ulanın evlatlarının fazla olsa, kâle ba'dul ulema, bazı ulemalar diyen ki, la yefdulu ba'duhum ala ba'din illa bil ilmi ve takva. Hem sahabaların evlatlarının bazıdan fakat alimlik bilen ve takvadarlık bilen artık buldu. Bu mesela ata-anası cübunmaydı dedi. Ve kâle ba'duhum, ulanın bazısı yefdulu evladum bi fadli abaihim. Ulanın atı buğularındaki artık buluş bilen evlatlarım artık buludu diyenler mi oldu? Bunu ihtilaf, ama ihtilaf yok mesela kadısı illa evladu Fatime'de radıyallahu anh. Fakat la Fatime radıyallahu anh'ın evlatları bundan müstesna. فَاِنَّهُمْ يَفْضُلُونَ عَلَى جَمِيعِ اَوْلَادِ السَّحَابَةِ لِقُرْبِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Fatime radıyallahu anh evlatları, İmam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyin ve şulanın evlatları barlıq sahablarının evlatlarının evzeldir. Nemi üçün dese ulanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yakın urutukan boğalık üçün. Ve mine sünneti en yekuffer reculu lisanehu en cemi'i sahabe. Sünnetin qatarıdın Adem üzünün tilini cemi sahabalarını yamanlık olan tilge elseliştin tilini yağış gerek. Yamanlık bilen tilge elseliştin tilini saklaş gerek. Ve la yezkuruhum illa bil cemil. Ulanı fakat çıraylık güzel sıfatlar bilen Allah zikir kılış gerek. Ve yahmilu emrahum ala salahi ve sadadi de kavlin Nebi Aleyhisselam. Ulanın emrini salihlik ve doğrulukka hamle kılış gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'a ihfazuni fi ashabi. Allah'a fi ashabi. Ma ihfazuni diyem bir rivayet yok ha. Allah'a fi ashabi. Yani ittaqullaha fi ashabi. Benim ashablarım hakkında Allah'tan korkunlar. La tettehiduhum garadan ba'di. Ulanı mendinkin garat kılaman, nişan taktısı kılaman. Yani ok atıdığan nişan taktısı olma, nişan taktı. Yani şu ok atıdığan nişan taktısı dek hemmeğlanın eyiplaydıgan, düşman tutulgan objekti kılavamanlar. Femen ehabbehum febihubbi ehabbehum. Kim ki ulanı yakşı görürdüken, meni yakşı görüş bilen ulanı yakşı görürdü. Yani meni ulanı yakşı görürden, meni yakşı görürlük üçün ulanı yakşı görürdü. Bu Resulullah'ın sahabelerken de yakşı görürdü. Kim ki ulanı düşman tuturken, febibugdi ebgadahum. Yani meni düşman tutuş bilen ulanı düşman tuturdu. Yani mani üç edem ulanı düşman tuturdu. Ulanı üç görürdü. İzhum en-nasirune lidinillah. Çünkü ula Allah'ın dinini yerden belirler şula idi. Vel muhtarune li sohbeti Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbeti tallanğalla şular idi. Allah Teala şunçilik milyon insanların Adem Aleyhisselam'ın zamanının kıyamete kadar insanların içinden Resulullah'ın sohbeti tallanğalla kim idi? Şu sahabeler idi. Şu sebepten sahabeların yaş görgeldik, Resulullah'ın yaş görgeldik. Resulullah'ın yaş görgeldik, Allah'ın yaş görgeldik. Eğer de sahabeların yaman görgeldik, Resulullah'ın yaman görgeldik. Resulullah'ın yaman görgeldik, Allah'ın yaman görgeldik olur. Allah Teala fena versin. Her bir sahabine tıllaşkı olmaydı. Hatta bu avinin tartı. Tıllaşkı olmaydı. Emmesine yaxşılık bilen tilga alamız. Ulanın her birinin İslam dinine koşkan töpsü intayın yaxşı idi. Hazır en yaxşı elbette Yezid kıymetten gelmeydi. Şu zamandaki Yezid kıymetten gelmeydi hazır en yaxşı. Şunu anladın mı? Muşunda derecede. Şunun için Resulullah'ın sahabenin hiçbirini biz yamanlık bilen tilga almayımız. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi Rabbil alemin. Allah ulanın hemmimizin razı olsun. Hemmimizin şu sahabeların katarını olsun. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmetke ya Erhamer Rahimin.